Uchqunaga zo'r bitta xonadon chiqqan, 2 sotuv, 5 ta xona, bir qavatli o'zimizni Jaydar uchastkaladan joylashgan joyi Toshkent tumani Hasanboy bilasizlar. Uch qahramondan kelasizlar, Hasanboy, ana markaz sentrga yetmasdan o'ng qo'lingizdan mo'yka zapravka, shunda o'shaning orqasi. Betonkadan 300 metr kirganda mana bunaqa tupik ko'chada mana fasadlarni ham bitkazib berishadi. Bir hafta 10 kunda faqat fasad qolibdi, bitkazib berishadi. Mana shu tupik ko'chalar keng tashalgan, mana bu xo'l. Xo'li ham zakonniy, mana mashina sig'adi. Mana bu yoq to'g'ri katyolxona, mana ko'rasizlar, mana uyi pashti yarmi. Hozir ustalar yotgan ekan, siqqini joy qo'yibdi, katyoli bor. Mana fasadlarni oppoqga qilib bo'yasa, qo'g'ir choy chiqadi. Hozir ichlarini ko'ramiz. Mana eshikdan kirganda mana katta keng hol, mana garderoblar ham siraz mana ishdan kelasizlar, qorong'och to'g'ri oshxonaga kirib, nimadir tamaddi qilib olasizlar. Mana oshxona mebellarni ham chiroyli qilib yasatishgan. Mana bu yoqda mana ochiq havo aylanadigan joyi bor. Polka qilsanglar, mana kartoshka, piyoz aynamaydigan narsalarni qo'yib qo'yasizlar. Zal zo'r yechim bo'libdi mana. Zalga oshxonadan ham kirsa bo'ladi, ko'chadan mehmonlarni kirgizib, kutib, yana mashinadan chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Katta keng, shunda ham yo'q ko'radi, oynalar bilan panoramli qilingan. Proyekti zo'r chiqibdi, remontlari ham yengil remont. Mana uy qidirib yurganlarga tashab qo'yaverasizlar. Birinchi qavatda mana sanuzlar, mayda chudalarni qo'yib berishadi. Bugun pardachilar kelar ekan, parda, ana umida parda ham kelib, pardalarni osar ekan. Mana bu spalniy родительский mana. Ko'cha ko'rinib turadi, kim kelyapti, kim qo'yacak, hushyor tortib yotadigan joy mana. Ichlari o'zini mana sanuzlari bor. Kirib yuradigan mashina, ichkarida yana yuvinadigan joylari. Mana detskiy xona bo'lyapti. Mana detskiy ham katta. Buni ham yonidan havo aylanadigan mana eshikni ochib qo'ygan. G'ir-g'ir havo kirib turadi. Mana bu yog'imiz ham bitta spalniy davomida. Mana ko'ryapsizlarmi? Remontlari zo'r, planirovkasi undan ham zo'r. Narxi ham shkalad narxida. Narxini 135 ming so'rashadi. Kelishtiradigan joyi bor. Shaharga bir qadam 300 metr betonka yo'q ketdi. Aloqa chiqinglar pastki nomerga, tamom.